Короче, bizda hozir qizlar bilan gap tugatdi. Hamma eshidan chiqib gaplashib turuvdi. Men hozir chiqaman deb ichkariga kirib chiqay deb tualetga kirdim. Kirsam, o'chiret. Bitta xotin, hijobli xotin, yuzini bekitib qo'ydim. Ikkita hijobli kichkina qiz bilan gaplashyapti. Qizlar yigitinglar bormi? Yo'q, yigitimiz bo'lsa erga tegib ketardik. Ersiramay o'ldim. Yigit topib beringmi deyapti xotin. Yo'q deyapti. Ikkinchisi kirib ketdi segan. Menga qaraymas, kelin qilmoqchiman-da. Desa, "Ani qiz nechinchi yilsiz o'zingiz?" 79 deyapti. Voy, onam bilan teng ekansiz. Ko'ti qichigan qizni kelin qilib nima qilasan? U xotin u seni erga ikkinchi xotin qilmoqchimi? Yo qo'shnisi xotin o'lgan cholga kelin qilmoqchimi? G'alatiroq hozirgi qizlar bor, ishonib nomer berib yurar ekan. Ersiramay o'ldigim keldi-yu, qo'y aralashib nima qilaman dedim, bir dabdalasi chiqsin. Mana shu istoriyamni erim bilan ajrashsammi, ajrashmasammi deb ikkilanib yurgan qizlar yoki ayollar diqqat bilan eshitinglar. Er yo'q, er yo'q, yo'q. Er yo'q, bilmayman, erkak kishi tug'ilmayapti, mana o'g'il bola tug'ilishi kammi? Normalniy er yo'q, ni normalniy er ham yo'q. O'ylamanglar, erga tegdim, ko'cha to'la er, mani kimdir xotin qilib oladi, kimdir ikki bo'lib olaman, yokida bir boyvachcha meni kutib turibdi deb o'ylamanglar. Kambag'al bolalar ham uylanmayapti hozir. Qizlarga uylanmayapti, tim bo'la ajrashganlarga uylanmayapti. Hozir ko'tida mashinasi bor, qo'lda ishi bor, hunari borlarga ham er yo'q. O'shaning uchun orzu qilmanglar, shu eringlar bilan yashab yuraveringlar. Odam qilsanglar bo'ladi. Zato er ko'z ochib ko'rganinglar. To'g'risida kecha hamtasini, ajrashyapman, короче. Ajrimga berdik. Bitta joyga bordim. Nima ko'cha to'la eru deyapti. Men o'sha esimga tushib qolib sizlarga aytayapman. Er yo'q. Mana meni ersiz o'rtoqlarim bor. Er yo'q. Men psixolog emasman, men ota-oyi emasman, men oilaparvar bir anaqa emasman. Nima desam bo'ladi? Himoya qilib chiqadigan ayollar qo'mitasi emasman, lekin shu gap nimagadir gapirgim keldi. Balki kimdir ajrashayotgan inson mening istoriyamni ko'rib fikridan qaytardi deb o'yladim. U 5 minutlik kayfilandi, men 40-50 yoshdan keyin u hayotim tugaydi-da, o'zi farzandinglarning rohatini ko'radigan paytinglarda ertaga kerakmi sizlarga? Sen meni otamdan ayirgansan, shundaymi ko'p gapirma deb bolanglar basharanglarga sapchib tursa yoqadimi? Qarichilikni rohatda ko'rish kerak-da. O'shaning uchun unaqa qilmanglar. Men ham to'g'risi boshida erga tegamda menga aql o'rgatadigan odam juda ham kam bo'lgan. O'zim yaqinlarimdan qolganlar ajrash var, onasini ham boshingga urasanmi bunaqa erri deb ko'plar gapirgan. Balki sizlarda ham shunaqa bo'layotgandir. O'shaning uchun hammani gapiga kiravermanglar qizlar. Ko'chada er yo'q, normalniy. Yana aytibman. Ovora bo'lmam o'tirmanglar. Так что baxtinglar bersin.